Qiyomat kunida va o'lim soatida Alloh taolo bandalariga 5 xil yaxshi bandasiga 5 xil bashorat beradi. Bashorat nima? Nima bashorat? Sizni xursand qiladigan xabar. Birinchisi, musulmonlarning ommasiga bashorat bo'ladi. Ya'ni jon taslim qilayotganda azobdan qo'rqmanglar. Abadiy qolib ketmaysizlar. Chunki payg'ambarlar, solih kishilar shafoatiga oladi chiqib ketasizlar. Sizlarga jannatda joy bor. Qo'rqmanglar. Ya'ni hamma musulmonning ahvoli shu. Ko'pchilik musulmondiki. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi, gunohi bor, savobi bor. Qo'rqma, jannatga kirasan baribir kuni. Abadiy qolib ketmaysan do'zaxda deydi. Bu hamma musulmonlarning ommasiga berilgan xushxabar. Ikkinchisi, muxlis bandalarga. Amallaringizda zoyi bo'lishidan qo'rqmanglar. Amallaringiz qabul bo'ldi. Chunki ixlos bilan qilgansizlar. Savobdan mahrum bo'laman demanglar. Alloh ziyoda qilib berdi. Albatta jannatga kirasizlar deydi. Mo'min nima bo'ladi? Muxlislar yana bir xursand bo'ladi.